بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته پروردگار عالمگه beadad behad hamd و sanolar Hazreti Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge salam و salavatlarımız bo'lsin. Qora akamiz inshaalloh bugungi fazilatli kechada ikki muborak surani tilovat qiladilar. Birinchisi Furqon surasi, ikkinchisi esa Shu'ara surasi. Furqon surasi Al-Furqon Qur'oni Karimning ikkinchi nomi. Bir nomi Qur'on bo'lsa, ikkinchisi Al-Furqon. Furqon degani bu o'zbek tilida ham bor, farq qilguvchi, ya'ni ajratuvchi ma'nosini bildiradi. Haq bilan botilni, tavhid bilan shirkni, haq bilan nohaqni, oq bilan qorani ajratib beruvchi, aniq va tiniq hukm berguvchi kitob bu Qur'on kitobidir. Qur'oni Karim o'zi ajratib beradi. Haq nimayu, botil nima? Tavhid nimayu, shirk nima? Jannat nimayu, do'zax nima? Alloh taolo boshqa bir oyatda innahu laqawlun fasl va ma huwa bil hazl deydi. Bu Qur'on hazil gap emas, hazil so'z emas, vaholanki to'g'ri ajratib beruvchi, to'g'ri chegara qo'yguvchi kitob deb marhamat qiladi. Bu yerdagi oyatlardan Alloh taolo dunyodagi do'stlarni solih do'stlar bilan yomon do'stlarni ajratib beradi. Muborak suraning 27-oyatida, 28-oyatida ya vaylata laytani lam attakhiz fulanan khalila laqad adallani ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil insani khazula wa qala ar-rasulu ya qaumi ittakhadhu qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura deb marhamat qiladi. Alloh taolo bu yerda qiyomat kunida hasrat qiladigan, nadomat qiladigan ba'zi toifalarni aytadi. Ba'zi toifalar ro'zi qiyomat hasrat qiladilar. Nima deydilar? Koshki edi, falonchani do'st qilib olmaganimda edi. Ya laytani lam attakhiz fulanan khalila. Falonchani koshki edi, do'st qilib olmaganimda, u bilan o'rtoq tutilmaganimda, u bilan jo'ra bo'lmaganimda edi. Nima uchun? Hidoyat kelganidan keyin aniq, ravshan Payg'ambar alayhissalomning yo'llari kelganidan keyin meni adashtirdi. Yaxshi o'rtoq Allohni eslatadi. Odamiy zotni sifatini ko'tarishlikka harakat qiladi. Odamni aqlini rivojlantiradigan, iqtisodini rivojlantiradigan, dunyo qarashni keng qiladigan narsalarga yaxshi do'stlar undaydi. Yomon do'st esa, yomon o'rtoq esa odamiy zotni sifatini pasaytiradi. Odamiy zotni behuda ishlarga yetaklaydi. Birov bizni masjidga yetaklayapti. Birov bizni kutubxonaga yetaklayapti. Birov bizni solihlarni suhbatiga yetaklayapti. U haqiqiy do'st. Birov bizni hozirgi kun tili bilan aytganda kalyanxonaga, ya'ni chilimxonaga yetaklayapti. Ketdik ovga borib kelamiz deydi. Ketdik restoranga o'tiramiz deydi. Ketdik u yoqqa boramiz, bu yoqqa boramiz. Aroq harom bo'lsa, konyak harom emas deydi. Yoki ana bu 0 graduslik pivalar chiqqan deydi. Demak, ular bizlarni sifatlarimizni qo'ygab tubanga tortishlikka harakat qilayotganlar, ulardan yiroq bo'lishlik kerak. Chunki ularni o'zlari nosoz. Sufa Alloh yor aytganlaridek kesib tashlash kerak. Soxta bo'lgan nosur a'zoni hasokash bo'lsa shapko'r, tentratga yo'lda a'moni. Uni o'zi shapko'r, uni o'zini saviyasi past. Shuning uchun undoq o'rtoqlardan yiroq bo'lishlikka harakat qilishlik kerak. Hikmat sohiblari aytadilar, shunday odam bilan do'st bo'lki, yo kallanga foyda bo'lsin, yo kissanga foyda bo'lsin. Agar ikki tarafga foyda bo'lmasa, unday odamdan uzoq bo'lgin. Nima qilasan undoq bilan yashab? Undoq bilan o'rtoq bo'lib. U behuda berilgan bu aziz umrni, berilgan bu qadrli lahzalaringni behudaga o'tkazadi deb aytadilar. Furqon surasidagi buyuk oyatlardan
Qur'onni hamma oyati buyuk. Shu kechqurun borib o'qimasak bo'lmaydigan, ma'nolariga to'xtamasak bo'lmaydigan oyatlardan Ibadur Rahman oyati. Ya'ni Rahmanning chin bandalari, Parvardigorning xolis qullari o'zlarini qanday tutadilar? Va ibadur rahmanillazina yamshuna alal ardi hauna va iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Alloh taoloning xolis bandalari, Rahman yaratgan Parvardigorning sadoqatli bandalari, ular ro'y zaminda viqor bilan yuradilar, xayr va barakot bilan yuradilar. Ular nihoyatda osoyishta, osuda yuradilar. Ularga johillar, esi pastlar xitob qilishsa, gapirishsa, qalu salama. Nima unga sukut bilan javob berib, unga hech qanday javob qaytarmaydilar. Alloh taolo ana shu muborak Furqon surasining 83-oyatidan oxirigacha mana shunday solih bandalarni zikr qiladi. Birinchi sifatlari nima ekan? Birinchi sifatlari ular ortiqcha gapirmaydilar. Ko'p vaysamaydilar. Ro'y zaminda viqor bilan yuradilar. Ba'zi odamlar behuda so'z gapirishsa, behuda gap aytishsa, qalu salama, aytadilarki, joningiz sog' bo'lsin deydilar. Tortishmaydilar u bilan. Ana shunday odamlar Alloh taoloning solih bandalari. Odammiz, insonmiz, beayb Parvardigor, xato qilamiz, kamchilik qilamiz. Ba'zida shu xato va kamchiliklarimizni anglamasdan o'zimizni maqtashga tushamiz. Ba'zi odamlar to'yga, ma'rakaga, marosimga, misol bizni aytishadi. Hammani shunday. Ertaga Muzaffar aka bizning uyga to'yga kelasiz. Biz to'yni xonadonda qilamiz. Biz to'yni uyimizda qilamiz. Otamiz rahmatlik, o'g'lim, uyni to'yi boshqacha deganlar. To'y bo'lsa uyga baraka bo'ladi, karnay surnay bo'ladi, xesha aqrabo keladi. Va hokazo, va hokazo. Bizga farqi nima siz aytayotgan odamga? Uyda bo'ladimi, ko'chada bo'ladimi? Otangiz nima degan, onangiz nima degan? Sizni otangiz sizga ulug'. Va hokazo. 3 kundan keyin reja o'zgaradi. Aliyo Muzaffar domla to'y xonada bo'ladigan bo'ldi. Endi ko'proq odam kelsin deymiz. Bag'rimiz keng, davramiz ham keng bo'lsin deymiz. Hamma xesha aqrabolar kelsin deymiz. Va hokazo, va hokazo. Bunga ham gumbara qasir, unga ham gumbara qasir. Birov so'radimi? Shuning uchun mana shu narsalarga nihoyatda solih bandalar diqqatli bo'ladilar. Keyingi o'qiladigan sura Shu'aro surasi. Shu'aro bu shoirlar. Shoirlar. Payg'ambar alayhissalom zamonlarida shoirlar bo'lganlar, zamon shoirlarniki bo'lgan. Shoirining so'zi so'z bo'lgan. Shoirlar o'sha paytda o'sha zamonning fikriy g'oyaviy yetakchilari bo'lganlar. Payg'ambar alayhissalatu vassalomga shoirlar juda ko'p hujum qilishgan. Qur'ondan yaxshiroq she'rlar yozamiz deyishgan, lekin uddasidan chiqa olishmagan. Alloh taolo bu oyatda ash-shu'ara yattabi'uhumul g'avun deydi. Shoirlar shaytonlarga ergashadilar. Ala innahum fi kulli wadin yahimun. Ular har tarafga gandiraklab yuraverishadi. Iymon keltirsa, payg'ambarga iqtido qilsa, salohiyat sohiblari o'shalar deb Alloh marhamat qiladi. She'r, shoirlik, payg'ambar alayhissalatu vassalom ularni haqlariga duo qilganlar. Hasson ibn Sobit haqlariga. Agar ma'naviyatga, ma'rifatga, odamiylikka, halollikka, pokizalikka chorlasa, ammo fisq va fujurga, turli xil yomonliklarga, fahsh ishlarga chorlasa, u shaytonning birodari. Alloh taolo iloho ushbu go'zal muborak suralarni qori akamga o'qishlikka o'zi kuch-quvvat, hifz, zakovat bersin. Hammamizga chiroyli eshitib iqtido qilmoqlikni nasib aylasin. Amin va rabbul alamin.